Oyuncuqni tuzib bo'g'lay, ozliq qilib edi. Hey, nima ish qilyapti? Dengizdan qattiq g'azvikaga o'xshaydi. Ha, shundaqmidi? Yaxshimisizlar? Men? Yolg'on aytishga bo'lmaydi. Buni jazman obdan tekshirish kerak. Xatolashibdimi? Buningdagi sabab dengiz ostidagi yer ko'pishib berib, quruqlikning ostiga o'tadi. Natijada quruqlik siqilishga bardoshlik bermay qattiq silkindi. Buningdan tavrash hosil bo'ladi. Bu gapingizdan qaraganda dengiz osti harakatlanib turdi ekanda. Dengiz ostida emas, quruqlikni harakatlanib turadi. Rostmi? Nima? Ishqinglar quruqlikning harakatlanib turganligini texi bilmaydigan o'xshamamsizlar. Men bilma. Emis qani deb beqonchi? Buningda 70 necha yil ilgari Wegener ismli bir odam quruqlik yetkildi degan mashhur ta'limotni tunji qitim o'tirib qo'ygan. Mening gapim to'g'rimi? To'g'ri. Quruqlik Rossiya yetkilib turadi. Bu gap odamning zoti shengiz kelmaydi. Bayislar chapma o'yinchiq o'ynayotganlar Wegenerning ta'limoti dalmish davrini tushuntirdi. U hozir chapma o'yinchiq o'xshamda. Qani biz dunyo xaritasini ko'rib boqaylik. Haras bu xarita bo'lmaydi. Chunki bu yaponiyaliklar ishlatadigan xarita. Mana bu Amerika, Yevropa qit'asidagilar ishlatadigan xarita. Buningda Atlantik okean markaz qilingan. Uningda nimani bayqadinglar? Hech nimani. Yaqinlash, jiplash. Ha? Endi bilgansizlar? Bu chatma o'yinchiqqa o'xshashlikanmi? Wegener bu ishga quruqlik qadimgi zamonda bir-birisiga tutash bo'lib, keyin ayrilib ketgan bo'lsa kerak deb qaraydi. Qoltis odamga. Bu yiliqi olim Alfred Wegener. U 1880-yili Germaniyaning Berlin shahrida tug'ilgan. Uning dadasi Berlin diniy jamiyatida pop edi. Quruqlik yetkazmoqda. Bularmidi beshimda qiyib ketdi. Wegener Hamburg dashisining havarayi kasbiga o'qishga kirgandan keyin doim shar bilan osmonga chiqib, bulut qatlamidagi fizikalik hodislarni va yuqori bo'shliqning havarayini tadqiq qiladi. Voy, bularmidi. Voy tushkedi. Men tushulay. 1906-yili 4-oyda Otto Wegenerlar shar bilan havo bo'shlig'ida 52 soat turib, dunyo bo'yicha rekord yaratdi. U yana 1906-yili Daniya tashkillagan Grenlandiyani qidirib tekshirish atritiga qatnashdi. Bu atrat Grenlandiya orolining xaritasini chizishni maqsad qilgan edi. Shunga ular havarayi, astronomiya, o'simlik, zoologiya, geologiya va ko'chma muz ilmi qatorliq jihatlarda tekshirish ilib bordi. Xaritaga ilish vazifasini John Wyckoff ustiga olgan edi. Atratda yana olimlar va rassomlar bor edi. Tabiat sirini echish uchun o'tda qizg'inlik bilan muzliq makoniga kelgan bu kishilarga odamning haqiqatan opirin o'qig'isi keladi. Tabiatning son-sanoqsiz siri texi ochilmadi. Notonish hodislar qadamni bir uchrab turdi. Men tabiatning sirlarini tepish va uni echish uchun sagaklik bilan doim tayyor turaman. Şöhrog'amga kuchib ketdi, chatoq bo'ldi. Qo'rqinchoqlar ancha-muncha kitob o'qib qo'yib, bema'ni nazariyalarni e'lon qilish bilan qanoatlanadi. Wegener efendi, chaqanroq uyga qaytib olayli. Yo'q, gapni qilma. Biz texi yengilib keldik. Oz deganda yana 2 yil ishlaymiz. İşkisi? Men işlemeyim. Yani 2 yıl dursam cezmen tonlap kalayım. Ko'zni yumib ochqicha oradan 2 yil o'tib ketdi. Wegener mo'l tadqiqot natijalarini ilib qaytib keldi. Mana bu Kopenhagen porti. Bu yerda Wegenerni Germaniyalik dengiz okean havarayi olimi professor Kepun kutib oldi. Wegener, bu mening qizim Elsa bo'ladi. Ha? Keyin Elsa bilan Wegener to'y qiladi. Sevimlik Elsa. Anlasam Gerlandiyadagi tadqiqotim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni Dashoning professorligi ko'rsatdi. Siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz?
Qaraganda bu tasodif uchirish emaskanda. O bir nimani bayqidi bo'g'ay? Söyümlük Elsa. Men texi uni tadqiqot maqolasi yozayotgan o'xshaydi debdimi? Elsa, erinmasdan dunyo xaritasi qarsangiz shuni ko'rsiz. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'ig'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'ig'i bir-birisiga ajoyib jipsilishib ketgan. Burun ular tutash edi. Men sizga xaritaga o'ptara qarab beqing. Mening deganlarim to'g'rimi? Hozirdan boshlab tadqiqotimni, mush qiyosimni isbotlash qartiman. Butun zehnim bilan ishlayman. Bunda qilishga men qarshi. Nimishqa? Veganer Janubiy Amerika qit'asi bilan Afrika qit'asi qadimgi zamon tutash edi desa, nimishqa bo'lmaydi? Bu o'z kasbini tashlaganlik. O'z kasbini tashlaganlik? Shundaq. Wegener butun zehni bilan havoray ilmini tadqiq qilish kerak. Bu yerda tadqiq qiladigan yana bir muncha masalalar bor. Mana bu uning qilishiga tegishli kasb. Agar shunda qilmaydi ekan, professor bo'laman deb ham xiyol qilmasin. Bu nima deganingiz? Uning qiyosi qiziqarliqda qilgan bilan u quruq xiyolga berilganlik. Dada. Nima deydigansiz endi? Mening gapimni anglab baqsangiz-chi. Ammo Wegener quruq xiyol deb qaralgan tadqiqotni redlab e'lon qildi. Geologiya ilmiy jamiyatining muzokara maydoni. Men kirib Wegenerni ko'rib chiqay. Bu to'limi bir ma'ni nazariya. Siz yer sharining paydo bo'lishini chatma o'yinchiq orqali tushuntirmoqchimi? O chatma o'yinchiq o'xshab ketadi. Lekin bo'ldilar. Netik ishlar esilog'icha, yaxshisi o'z kasbingiz bilan shug'ullaning. Janubiy Amerika qit'asining sharqiy dengiz qirg'ig'i bilan Afrika qit'asining g'arbiy dengiz qirg'ig'i nat jibislashib kelgan bilan Amerika qit'asining o'rta qismi bilan Yevropa qit'asining oralig'ida necha ming kilometr oraliq bor. Ha, Wegener. Siz o'zingizga foydali qismini o'ttirib qo'yib, foydasiz qismidan o'zingizni qochirdingiz. To'g'ri. Shunda, to'g'ri. Siz yo'qlan ishlarni qilmay, o'zingizning havoray ilmingizni tadqiq qiling. Siz to'liq atqashlik qilmay, havoray ilmingizni tadqiq qilavering. Bu ishingizga men qarshi, Wegener. Siz butun zehningizni havoray ilmi qarting. Yana nurg'un masalalar sizning tadqiq qilishingizni kutib turadi. Agar ko'pchilikning nasihatini anglamasangiz, hargiz professor bo'lamaysiz. Anlasam, tadqiqot natijalarim yaxshi bahoga erishibdi. Shunga meni dashuning professorligiga ko'rsatibdi. Agar shunday bo'lsa, siz men bilan to'y qilishni xohlamsiz? Men qat'iy qarshi. Men buningga qat'iy qarshi. Wegener, meningcha to'xtatib qo'ysangiz bo'ladigan o'xshaydi. Yo'q, ular chatma o'yinchiq o'xshatdim deb masxara qilib qilaversin. Men bu sirni cho'qim ochaman. Tadqiqot usuliga kelsam, bu faqat birla. Ya'ni haqiqatni izlash. Men bu mening irodam. Haqiqatni izlash? Sizlarga aytsam, Wegener ana shu irodasi bo'yicha quruqliq yo'tkalmoqda nomli bir ilmiy maqola yozdi. Hozir Janubiy qutbda bir muzliqni ko'ygili bo'ladi. Buningdan 300 million yil ilgari bu muzliqning izlari ekvatorgacha so'zilib kelgan. U yer issiq tursa, u nerdan kelgan muzliq? Wegenerning qarashicha u muzliq asli ekvatorning yendagi muzliq emas. Agar quruqlikni Janubiy qutb atrofiga yig'sak, muzliqning izlari bir-birisiga tutishadi. Buningdan shuni ko'rib olishga bo'ladiki, bu quruqliklar ilgari Janubiy qutbning atrofida bo'lgan. Bu tutash quruqlik deb ataladi. Mana bu 200 million yil ilgarigi ish. Keyin u quruqlik yerilgan. Mana bu buningdan 180 million yil ilgarigi yer shari. Dinozavrlar ko'paygan dastlabki mezgilda buningdan 135 million yil ilgarigi yer sharida ottoparaz noit ko'payib ketgan. Buningdan 65 million yil ilgarigi yer sharida sut emgichi hayvonlar ko'payishga boshlagan. Bu Hindiston quruqligining o'zgarishiga diqqat qilinglar. U Janubiy qutbdan ajrab shimolga qarab o'tgan hamda Osiyo quruqligiga berib tiralgan. Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining yer posti Yevropa Osiyo quruqligiga qattiq so'qilish natijasida Yevropa Osiyo quruqligining yer postini tuzib etgandan tashqari, uning qattiq qismiga Yevropa Osiyo quruqligining ostiga kirib ketgan.
Buningdan tashqari Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining shimolidagi yer usti tosh qatlamlarida ta'tir uzilmalar paydo bo'lgan. Hamda mushu uzilmalar bo'ylab Hindiston ikkinchi cho'ng quruqligining yer usti tosh qatlamlarimi Yevropa, Osiyo cho'ng quruqligining yer ustiga chiqib ketgan. Himalaya tog'lari ana shunda hosil bo'lgan. Himalaya tog'lari aslida dengiz ostida edi.